Hokimiyat binosini ko'ryapsizmi? Bayrog'imizga uchun bittadan laykni bosib keting. Musofirdan kuzatayotganlar mana Rishtonimizning sentrida, chorrahada yagona darcha, ya'ni davlat xizmatlari markazini ustida 2-etajida joylashgan. Mana shu bir 3 xonali xonadonimiz, chiroyli bir xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Qisqa sizlarga videosini ko'rsatib boramiz. YouTube'da ko'rayotgan, ayniqsa bizni YouTube'da musofirdan kuzatuvchilar qalban birgamiz sizlar bilan. Sizlarga arzonroq, yaxshi joylarni ko'rsataylik deb mana issiqni issiq demay, sovuqni sovuq demay, kechani kecha, kunduzni kunduz demay deb bismillah deb ishlarni olib boryapmiz. Mana podezlari ko'rishingiz mumkin. Podezlar daga-daga bo'lib ketibdi-yu. Mana bismillah deb uyning ichiga kirib oldik. Mana eshikdan kirganingizda chap qo'lda yaxshi oshxonalar bor. Eng mazza tomoni gaziga e'tibor beringlar va shuncha jihozlariga e'tibor beringlar. Mana bu oxirgi avlod vitichkalariga, mana bu joylariga e'tibor beringlar. Egalari aytishyapti, ayrim jihozlar qoladi, ya'ni mana shu kuhniy mebellar qoladi. Ayrim jihozlarni olib chiqib ketamiz deyapti. Yana oluvchi odam bilan kelishamiz. Agar kelishib qolsak, tashlab ham ketaveramiz deyapti. Kelishilgan holda jihozlari qolar ekan. Xo'p, bu tomondan ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yer hojatxonalari. O'sha aytganimizdek gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan muammo. Bu yer esa отдельно qilib qilingan sanuzelari. Mana bu yer detskiga moslashtirib qilingan. Mana bu joydan shunday qarasangiz, mana hokimiyat binoyimiz, Rishton sentrimiz ko'rinib turibdi. Mana qarang, hattoki farzandlariga ham e'tibor berishib, yaxshi jihozlarni qilib qo'yishgan, dars qilishliklari uchun, ilm olishliklari uchun mana bunaqangi narsalargacha qilib qo'yishgan. Baho beramiz. Xo'p, ushbu xonadonimiz Rishton hokimiyat binosining ro'parasida davlat xizmatlari markazining 2-etajidagi mana shu 3 xonali xonadonimiz. E'tibor beringlar. Mana shu kitoblarni ko'rganlar bittadan laykni bosib ketibdilar. Yaxshi insonlarning xonadonlari sotilyapti. Yaxshi insonlarning uyini olaman, bir ziyoli, ilmli insonlarning uyini olaman deganlar mana sizlarga. Mana shu jihozlarini ham ko'ndirib, aka shu pulni ichida qilib bering, tashab keting deb ko'ndirib qo'ydi. Mana shu jihozlarni ham qoldirib ketaman deyapti. Mana e'tibor beringlar. Mana bu joyda konditsionerlargacha ham bor. Ya'ni isitish, sovutish sistemadan ham umuman muammosi yo'q. Bu yer 2-xonasi, katta bitta mehmonxonasi, bu yer esa 3-xonalari. Mana bu joylarni meni fikrim stillash qilib turib, kladovka qilib qo'ysangiz ham zo'r bo'ladi. Bu yer esa spalnilari, 3-xonalari. O'sha aytganimizdek, ayrim jihozlari qoladi, ayrim jihozlarni olib ketamiz deyapti. Mana orqa tomonda ham bemalol derazani ochib qo'ysangiz, g'irillab shabadalar kirib turadi. Hammalaringga tavsiya qilamiz. Aloqaga chiqaman deganlar uchun egalarining o'zlarining raqamlarini pastda qoldirib ketyapmiz. Qiziq bo'lsa-ga aloqaga chiqinglar. Narxi $40,000 bo'lsa agar kreditini yopib beraman deyapti. Yo krediti bilan olaman deysagar oyiga 800 mingdan to'lov qilinar ekan. Xo'p, 38 mingdan o'tib beramiz yoki kreditini yopib bering desa 40 mingdan o'tib beramiz deyapti. Ko'p emas, oz-moz o'tib beramiz deyapti, ammo manzili, lokatsiyasi zo'r, etaji zo'r, 3 xonali. Mana sizlarga remontiga e'tibor beringlar. Remonti ideal holatda turibdi. Hammalaringga tavsiya qilamiz. Ushbu videomiz YouTube'da to'liq ma'lumot bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yishni unutmanglar. Xizmatingizda do'ppili bo'ling, Shukurxon bo'ldi.